B-2 samolyotlari 21-asrdagi harbiy texnologiyalarning real kuchini namoyish etdi. iyun kuni Eron-Isroil urushiga Amerika B-2 bombardimonchi samolyotlari orqali Eronning yadroviy obyektlariga zarba berib qo'shilgandi. Xo'sh, Amerika ushbu hujumda qo'llagan B-2 rusumli bombardimonchi samolyotlari haqida nimalar ma'lum? Ular qanday qilib qo'nmasdan 20 ming kilometrgacha masofani bosib o'ta oladi? Bugun shu haqida gaplashamiz. B-2 samolyotlari Amerikaning eng zamonaviy va maxfiy strategik harbiy samolyotlaridan biri hisoblanadi. Ushbu samolyot radarlar tomonidan deyarli ilg'anmaydigan stealth texnologiyasi bilan jihozlangan bo'lib, yer ostidagi yashiringan yadroviy obyektlarga aniq zarba beradi. Northrop Grumman kompaniyasi tomonidan yaratilgan B-2 samolyotlari o'z sinfidagi eng qimmatli harbiy texnikalardan biri hisoblanadi. Taxminan 2,1 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan ushbu samolyot 1980-yil 21 dona ishlab chiqarilgan. Ammo havo orqali yonilg'i quyish imkoniyati unga yer sharining istalgan nuqtasida hujum uyushtirish imkoniyatini beradi. Bu xususiyat ilgari Afg'oniston, Livandagi harbiy amaliyotlarda qo'llanilgan bo'lsa, hozir Eron bilan bog'liq vaziyatda ham amalda sinovdan o'tdi. B-2 samolyotlari 18 tonnadan ortiq bombani olib yurish quvvatiga ega. Uning ichki bo'limlarida og'ir o'q-dorilar, xususan 13,6 tonnalik GBU-57 AB bunker yorar bombalar joylashtirilgan. Xabarlarga ko'ra, 22-iyun kuni Eronning Fort yadroviy tadqiqot markaziga aynan shu turdagi bombalar tashlangan. Samolyot 2 kishilik ekipaj tomonidan boshqariladi. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi samolyotning samaradorligini oshiradi va insoniy resurslardan foydalanishni kamaytiradi. B-2 ning stealth dizayni maxsus burchaklar va radarlar to'lqinini yutuvchi materiallardan iborat bo'lib, uning dushman radarlarini oddiy qush hajmida ko'rsatadi. B-2 bombardimonchilari AQShning strategik yadroviy triadasining muhim tarkibiy qismidir. U 16 tagacha B-83 yadroviy bombalarni olib yurish, yuqori aniqlikda zarba berish va havodan kelayotgan xavfga maksimal darajada yashirincha yetib borish bilan ajralib turadi. 22-iyun kuni B-2 samolyotlari ishtirokida hujum nafaqat Erondagi yadroviy obyektlarga qarshi harbiy operatsiyalarni, balki 21-asrdagi harbiy texnologiyalarning real kuchini namoyish etdi. Bunday operatsiyalar kelajakda urushning qiyofasini qanday bo'lishi mumkinligini ochib berdi. Bugungi geopolitik qarama-qarshiliklar fonida bunday texnologiyalar qanday ishlashi esa jahon xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatishda davom etadi. Siz bilan eng so'nggi va muhim xabarlar bilan Demokrat.uz bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang.